Hazreti Fatima Xalifa Abu Bakrga adovat saqlaganmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bugun Aisha onamiz to'g'riliq bir leksiyada Fatima onamizni jannatning xonishi deb ta'riflaganini angladim. Bir manbada Fatima onamizning Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin miros xapiligi tufayli Xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu ga gap qilmay tugab ketganligi, hatto Hazrati Alining xali mazgilgacha xalifaga bay'at bermaganligi bayon qilinibdi. Ammo dinimizda bir müminning bir müminga 3 kundan ortiq adovat tutishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu nuqtadan Fatima onamizning bunday ta'riflanishini hadis bilan qanday bog'lab tushunish mumkin? Hammanglarning ajrini Alloh ikki dunyoda ziyoda qilsin. Amin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, o'zatning oila tavobatlariga, ashablariga va o'zatga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Payg'ambarimiz Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallamning qizi va jigar parisi Hazrati Fatima radhiyallohu anha, onasi Hazrati Xadijadir. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning ayoli Hazrati Hasan va Husayn radhiyallohu anhumaning onasi va jannati ayollarning gultojisi Fatima Zahra deb tanilgan zotdir. Fazilati haqida sahih hadislar ko'p bo'lib, müminlarning onasi Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Fatima radhiyallohu anha otam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga jannat ahlining ayollarining yoki müminlarning ayollarining gultojisi bo'lishga rozi bo'lmamsiz degan edi degan. Yana bir hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima mendan bir paridir. Kim uni xafa qilsa, meni xafa qilgan bo'ladi degan. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir musulmonning qarindishini 3 kundan ortiq tashlab o'tib, uchrashganida bo'mi ta'tir qarab yurishi halol bo'lmaydi. Ularning eng yaxshisi dastlab salom qilganidir degan. Fatima radhiyallohu anha Xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu ga gap qilmay tugab ketgan degan gapga kelsak, Ibn Shihab az-Zuhri rivoyat qiladi-ki, mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha mundaq degan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qizi Fatima radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotidan keyin Xalifa Abu Bakr Siddiqdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'yib ketgan Alloh taolo Rasulullohga urushsiz g'animat qilib bergan Haybardagi, Fadakdagi va Madinadagi vaqflarda qoldirgan mol-mulkdan o'zining nisbasini talab qilgan edi. Hazrat Abu Bakr uningga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz payg'ambarlardan miros qolmaydi. Qoldirganlarimizning hammasi sadiqadir degan edi. Deganda Hazrati Fatima xafa bo'lib, toki o'lib ketganga qadar Hazrati Abu Bakrga gap qilmay o'lib ketdi. Fatima Rasulullohdan keyin 6 oy umr ko'rdi. Fatima Abu Bakrdan Rasululloh Haybardagi, Fadakdagi va Madinadagi vaqflarda qoldirgan mol-mulkdan o'zining nisbasini talab qilgan edi. Abu Bakr buningga unamay, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilgan ishidan hech birini tark etmayman. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning biror ishini qilmay tark etib, ezib ketishdan qo'rqaman dedi. Aisha mundaq dedi. Uning Madinadagi sadiqasini Umar Ali bilan Abbosga berdi. Xaybar bilan Fadakning malini Umar tutib qoldi. Va bu ikkisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sadiqasi bo'lib, u Rasulullohning ustiga yuklanadigan ado qilishga tegishli haqlari va boshqa jiddiy ehtiyojlarga sarf qilinadi. Uni xalifalar boshqaradi dedi. Zuhri u ikkisi ta hozirga qadar mushu yo'sinda sarf qilinyapti dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xaybar ziminidan tegishli ulushini olgan, Fadakning jimi zimini va Bani Nazar ziminlari urushsizlar g'animat bo'lgan. Va bu Qur'onning Hashr surasidagi 7-oyatining hukmi bo'yicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tegishli bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu mol-mulkdan ayollarning bir yillik xarajidan ayirib qo'yib, qolganini qurol-yaroq va qo'shin tayyorlashga sarf qiladi. Oshqanini musulmonlarga foydali ishlarga ishlatadi. Bu mol-mulklarni xalifa bir taraf qiladi va Hazrati Abu Bakrning deganini to'g'ri edi. Keyingi Hazrati Umar, Osman va hatto Hazrati Fatimaning eri Hazrati Ali radhiyallohu anhularmi xalifa bo'lgandan keyin u mol-mulkni shu bo'yicha bir taraf qilib mangan. Ali radhiyallohu anhu uni Abbas radhiyallohu anhuga tutqizmay, o'zi joyiga tarqitib bir taraf qiladi. Undan keyin Alining o'g'li Hasan radhiyallohu anhuning qo'lida bo'ldi. Undan keyin Alining o'g'li Husayn radhiyallohu anhuning qo'lida bo'ldi. Bu mollar haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqfasidir. Ya'ni bu mol-mulk shaxsiy mol-mulk bo'lmasdan davlat raisi va xalifa tutib joyiga sarf qiladigan
davlatning milidir. Shaxsiy mol-mulk bo'lgan taqdirdami payg'ambarlar miros qoldirmaydi. Hazrati Fatima radhiyallohu anha miros so'rg'inida Hazrati Abu Bakr hadis sharif bilan qoyil qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ba'zi ayollarimi miros talab qilganda o'xshashli rad qilingan. Ularmi hadisini anglab to'xtab qolgan. Andan Hazrati Fatima radhiyallohu anha vaqf mollarni o'zi yoki Hazrati Alining boshqarishini so'raganda Hazrati Abu Bakr uni rad qilgan. Bu yerdagi rad qilish ularga tegishli haqlarni berishni rad qilish emas, shu mol-mulkni boshqarish huquqini berishni rad qilishdir. Hazrati Fatima radhiyallohu anhaning martabasi shuncha katta bo'lsa-mu, ma'sum emas. İnsonchilikda bu ishdan ochiq kelib, ranjib qolgan va vafot bo'lgan qadar qaydab 6 oy Madina sirtida turgan. Shundaqdimi Imom Bayhaqi Sha'biydan mundaq rivoyat qilgan. Xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu Fatima radhiyallohu anhaning keslini yo'qlab kelgan. Fatima radhiyallohu anha Hazrati Ali radhiyallohu anhudan uningga ijozat beraymi deb so'raganida Hazrati Ali ma'qul degan. Shuning bilan Abu Bakr Fatima radhiyallohu anhaning qashig'iga kirib, uningdan rozilik talab qilib, oxiri u rozi bo'lib ketgan. Bu mursal rivoyat bo'lsa-mu, Sha'biyga qadar sanadi sahihdir. Buning bilan Fatima radhiyallohu anhaning Abu Bakr bilan gaplashmasligining joizlik tarafi oydinlashadi. Ba'zi imomlarmi mundaq izohat bergan. Hazrati Fatimaning Abu Bakr radhiyallohu anhuga gap qilmay tashlab qo'yishi shariat harom qilgan tashlab o'tish jumlasidan emas. Chunki Hazrati Fatimaga Hazrati Abu Bakr nomahram. Mahramlik masalasida yot kishidir. Uchrashishni rad qilsa, paranglashmasa, ziyorat qilmasa bo'ladi. Salom qilsa, ilik olmagan ahvolmi yo'q. Muboda uchrashib salom qilishmasimi tashlab o'tishgan hisoblanmaydi. Chunki yot er bilan yot ayol salom sahat qilishi vojib emas. Hazrati Fatima faqatla berish kelish qilmay uyda o'ltirgan. Dushmanlashib, adovatlashib qolmagan. Hazrati Ali Fatima radhiyallohu anhaning keslini beqish bilan mashg'ul bo'lgan va uningga otasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan ayrilganiga tasalli bergan asosda ko'nglini ayab Hazrati Abu Bakrning qashig'i bormagan. Hazrati Fatima vafot bo'lgandan keyin ondan xalifa Abu Bakrning qashig'i borgan va bay'at qilgan. Fadak zamani miras bo'lsa edi, Hazrati Fatima emas, Hazrati Abu Bakrning qizi Aisha bilan Hazrati Umarning qizi Hafsa qatorliq mu'minlarning onalarimi, shundaqla payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'asi Hazrati Abbosmi bu zamondan miras olgan bo'ladi. Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarning uni miras sifatida taqsim qilmaganligimi u zamonning miras emas, vaqf ekanligini ko'rsatadi. Bo'lmasa bu ikki xalifa o'zlarining qizlarining mirasini bermay tura olmasdi. Demak, bu vaqalik insonchilikda bo'ladigan kichikgina bir tushunilmaslik va o'rinsiz ranjishdan iborat. Hazrati Alining bay'at qilishda Fatima radhiyallohu anha vafot bo'lganiga qadar 6 oy kechikishining yana bir sababi bo'lsa, u sahobalar xalifa tiklashda aldirab ketdi. Aslida bu ishga mening qatnashishim va maslahatim ilinish kerak edi deb qaragan. Sahabi kiramlar bo'lsa bu ishga aldirgan va Hazrati Alining dafn ishlaridan farigʼ bo'lishini kutmay Abu Bakrni xalifa tiklagan. Hazrati Ali Fatima radhiyallohu anhaning vafotidan keyin bu ishda qayta o'ylanib, Abu Bakrni uyga taklif qilib suhbatlashgan va uningga bay'at qilishda kechikishning sababini bayon qilib o'zini aytgan. Hazrati Abu Bakrmi miras bermaslikda o'zining qilganining to'g'ri ekanligini tushuntirgan. Natijada Hazrati Alining ko'ngli ochilib, shu kunning o'zida bay'at qiladiganligiga va'da bergan. Ali radhiyallohu anhu Hazrati Abu Bakrga bay'at qilish oldida Abu Bakrning haqqi hurmatining naqadar kattaligini bayon qilgandan keyin uning bay'at qilishda kechikib qolganligi Abu Bakrga hasad qilganlik jihatdan yoki Alloh taolaning uningga bergan fazilatlariga ko'z yumganlik jihatdan bo'lmaganligini so'zlab bo'lib, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqin tuqqan bo'lganligimiz uchun xalifalik ishida ma'lum huquqimiz bor deb qarabdimiz. Abu Bakr biz bilan kengashmasdan xalifalik ishida o'z bachimchilik qilganlik uchun ko'nglimizda g'um paydo bo'lib qolgan edi degan so'zlari bilan jamoatning oldida bay'at qilgan. Barliq musulmonlar buningdan intayin xushal bo'lgan va Ali radhiyallohu anhu bu masalani yaxshi bir taraf qilganlikdan Alini qo'llab-quvvatlagan. Demak, bu bir xato o'ylab olishdan kelib chiqqan ranjish bo'lib, ikki tarafning suhbatlashishi bilan bu masala tezda hal bo'lib ketgan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.